men maktabga ketdim. Qizim to'xtachi, maktabga boraylik qo'ychi. Yo'q appa, men o'qishni qolay. Bugun sen bilan birga bozorga boramiz, qizim. Appa, so'rangiz, maktabga boraylik. Boraylik qo'y. Appa, o'qishim kerak. Hamda bo'lsin boraylik. Biroq seni o'qib qo'yamiz. Nima kim aytadi? Jasmina, sen nega xafa bo'lib o'tirasan? Ejeki, men o'qishni qolay. Sizdek muallim bo'lishim kerak. Appam qo'ldan. Mening cho'q maqsadim yetlerim bor. Ejeki, qo'mda qizlar o'qisa yaxshi emasmi? Ma'nani ko'tar Jasmina, sen o'qiysan. Men opam bilan o'zim suylashim. Rahmat ejeki. Appam meni suylashasiz. Suylashim. Rahmat ejeki. Nima kim aytadi? Men qizimni o'qib qo'ydim. Otasi seni bo'g'ib qo'ydi. Men qizimni yaxshi joyga berishim kerak. Hozir deb qo'ydim. Jasmina maktabning eng yaxshi o'quvchilaridan. Intellektlari davlatjon. Al kelajakda muallim bo'lishni qalay. Muallim bo'lib, ayoldan baldamini o'qib tarbiyalab, o'z sonining qo'shgan chopshug'i. Oy, hamda men borib otamning ustiga qo'yaylik. Salomatsizmi? Appa yaxshi turasizmi? Keldingizmi? Qizim, faqat tabiiy so'zim bor. Otam seni o'qishga ruxsat berdi. O, qanday yaxshi. Rahmat appa, rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman.